Agar aerodinamika bo'lmasa, mashinalar osmonda uchgan bo'lardi. Bu Formula 1 uchun berilgan ta'rif. F1da mashina tezligi juda yuqori bo'lgani uchun havo oqimi eng muhim rol o'ynaydi. Formula 1dagi asosiy maqsad downforce yaratish va dragni kamaytirish. Downforce so'zi nima? Pastga bosuvchi kuch. Oddiy mashina tezligi oshganda yengil bo'lib, yo'ldan uchib ketishga moyil bo'ladi. F1 bolidi esa aksincha, qanotlar va pastki qismdagi diffuzor sabab yo'lga yopishib boradi. Natija, burilishlarda tezlik yo'qotmasdan aylanish mumkin. Drag bu havo qarshiligi. Tezlik oshganda havo mashinaga qarshi bosim qiladi. Jamoalar trekka qarab aerodinamikani sozlashadi. Tezkor treklarda kam downforce, past drag. Ko'p burilishli trassalarda esa katta downforce va katta drag. Aerodinamikada old qanot havoni mashina atrofida boshqaradi. Orqa qanot bolidni orqadan bosib turadi. Diffuzor mashinaning pastki qismidagi tunnel shaklidagi qism. Bolidni yo'lga yopishtiradi. Nega aerodinamika muhim? U poygada sekundning mingdan bir qismini ham hal qiladi. Masalan, 2022-2023 yil Red Bullning ustunligi Adrian Newey ishlab chiqqan mukammal aerodinamika deydi. Shuning uchun F1da deyarli yarim byudjet aerodinamika tunnelida va kompyuter simulyatsiyasida ishlatiladi. Aynan shu sabab Formula 1 bolidlari 200 km/soatda shiftda teskari osilib turishi mumkin. Shu kabi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.